Bironta bir yordamga muhtoj odam olsin shu yerda. Nima qilay bu? O'g'illar nima qilay buni? Daxuya levi borgan. Qalaysizlar? Yaxshi, o'zingiz qalaysiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Mag'ana men srochno chiqib ketdim. Mamam bir yerga borib ketdi. Undan keyin ne bo'lib ketdi bilmayman. So'zim kirsam o'tib qo'yirsan, jilavatsin. Mana bu negativlar bor-ku, men negativlar ma'g'am 1 tiyinga, kopeykaga arzimaydi, biroq mana bu yerda dostoyniy bolalar bor. Mening mana qatinim men o'tirma uyda. Söyle. Gap. Ha? Men uydaman, Marganzadaman. Xohlasa nomerimni beraman, Luboy bilan ko'rishaveramiz. Unaqa tuhmat Allohdan qaytadi. Hammasi o'ylab gapirsin albatta. Siz Men ayting, hammaga ayting. O'zbekistondagi o'zbeklarga protiv urmayman men hech qachon. Men Qozog'istonda 15 yildan beri ishlayman. O'zbekistonda konkretniy Qozog'istondagilar bilan o'yinlarim juda ham ko'p. Shu sani mana bunaqa yuraging og'rib, men unaqa nima qilganingda shu addushi patirishga berdim bo'ldi. Boshqa hech tema yo'q mana joqda. Hammasi bilmayapti, ishonasizmi? Biladiganlar biladi, qolgan Aytib o'tira olmayman. uchun aytyapman bo'ldi. Men Qozog'istonda 15 yildan beri jurman. Almatada da jurdim, Qarag'andada aslovno jurim, ko'p odam biladi. Astanada da, Chimkentda da bar yerda men jukuram, O'zbekistondan da, Turkiyadan da. O'tganja 5 kun oldin qo'ygan videom, u naqd 1 yil oldingi video u. Atqanim u, biletini odam biladi uni. U borib tusayotganim emas, u ushib ketayotganim u. Zachем unday so'zlar undan lishnangamalar? Men prosta aytmadim-da sizni. Sizning xotiningiz bor deb aytsam yana boshqacha tushunadi. Sizning kecha Mana xotinim bilan ovqatlanib o'tiribman mana. Sizning tashlagan videongizni 5 kun oldin hammasi Turkiyada deb o'ylayapti sizni. Men qalag'animni qo'yam kerak bo'lsa. Hozirda qo'yam Luboy yerga. Qakarangsan. Hammasi o'ylab, shuni yomon aytib Sardorga yetkazyapti-da shuni. Endi u da ko'rsin. Ketdi-da hozir. Ko'rsin. Bo'ldi. Rahmat. Mana bu yoqda. Aha. Qarab, mana utqizganing biroq nonimni yeb yuraman. Unaqa gap so'zlarni yozmayman bu yerda. Men Xudoga shukr O'zbekistonda yuribman. O'zbekistondan chiqaman bir hafta, 3 kunlik, 5 kunlik, yana qaytib O'zbekistonga kelaman. Bo'ldi. Mani